Xo'jayinimiz Hasan ibn Ali bog' yonidan o'tib ketayotganida, u yerda 3 ta non bilan xizmatkorning ovqatlanayotganini va uning oldida it borligini ko'rdi. U har safar tishlaganida itga berardi. Shunda xo'jayinimiz Hasan unga yaqinlashib, "Har kuni qancha ovqat olasiz?" deb so'radi. U javob berdi, "Mening kunlik nafaqam 3 ta non." U kunning qolgan qismida nima yeysiz deb so'radi. U "Ertasi kungacha och qolaman" dedi. Shuning uchun u undan "Nima uchun itga bir oz berishingga majbur bo'ldi?" deb so'radi. Solih banda javob berdi, "Men qodir Alloh oldida uning oldida ko'rinishdan uyalaman. Oldimda ikki ko'zli bir jonzot bor va men uni yegan narsam bilan oziqlantirmayman." Ustozimizni chindan ham hayratda qoldirgan Hasan, "Yigit, sen kimsan?" dedi. U javob berdi, "Do'konning egasi mening xo'jayinim. U ko'chaning oxirida ishlaydigan temirchi." Shunda xo'jayinimiz Hasan, "Alloh undan rozi bo'lsin, borib unga, men bu xizmatkorni va bu bog'ni sendan sotib olmoqchiman" dedi. U javob berdi, "Sen Hasansan, Rasulullohning qizi Fotimaning o'g'lisan. Unga salomlar bo'lsin. Bu sizga sovg'a." U aytdi, "Yo'q, men uni pulimga sotib olmoqchiman." Xo'jayinimiz Hasan xizmatkorni bog'dan sotib oldi. Keyin xizmatkorning oldiga qaytib kelib, "Men seni sotib oldim va sen Alloh uchun ozodsan" dedi. U o'rnidan turib, "Men Allohga, uning rasuliga va sizga, ey hazratim, xohlagan narsangizda eshitaman va itoat qilaman" dedi. Bu so'zlarga qarang. Keyin u unga, "Men sizga bobni ham sovg'a qildim" dedi. Allohga shon sharaflar bo'lsin. Darhaqiqat, biz bu masala ustida to'xtab mulohaza yuritishimiz kerak. Xizmatkor hazratimiz Hasandan "Sizni bunday qilishga nima majbur qildi?" deb so'radi. U javob berdi, "Sen Alloh taolodan seni ovqatlanayotganingni ko'rishdan juda uyalding. Ko'zlari ko'r odam oldingda turganida sen unga ovqat bermading" deding. "Va men ozodligimda sizni qul deb bilishdan qodir Alloh oldida juda uyalaman. Shuning uchun seni sotib oldim." Bu yerda juda muhim bir fikrga to'xtalib o'tishimiz kerak. Banda yaxshilik va mehr-oqibat ko'rsatish uchun qilgan ishidan boshqa narsa emas edi va Alloh taolo yaxshilik qiluvchilarni sevadi. Bu banda Alloh uchun yaxshilik qildi. Allohdan uyaldi va Alloh uni kuzatib turganini bildi. Demak, bu voqeadan olinadigan saboq shuki, biz boshqalarga yaxshilik va mehribonlik ko'rsatsak, qodir Alloh bizni mukofotlaydi va yuksaltiradi.